Xullas, Mumbai reysga chiqib oldik. Ozroq asabbuzarliklar bilan va nihoyat Maskatdan Mumbayga qarab uchdim. Mumbayga qo'nishim bilan birinchi qiladigan ishim arrival card to'ldirish bo'ldi. Bu qog'oz samolyotdan tushgandan keyin pasport kontroldan o'tishdan oldin to'ldirilib, samolyot chiptasi, pasport, viza bilan qo'shib pasport kontrol xodimiga topshiriladi. Va nihoyat pasport kontrol kirish pechatini bosdi va biz rasman sayohatni boshladik. Faqat Hindiston haqida yomon videolar qo'yib endi ko'zlarimiz bilan tekshirish imkoniyati bor bizda, alhamdulillah. Ajoyib. Sahib har doimgidek birinchi pulni maydalab, aloqani tiklab, aeroportdan chiqib, mehmonxonaga arzon yetib olish harakatini qilamiz. Keyingi videoda Hindistonga qanday va nechta pulga viza olganim haqida alohida video tayyorlayman.